Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiye de size görüyoruz. Washington dün sözdeyimiz. Bugün Çislağa 2023 yıl 11. ayının 7. günü hürmetli vatandaş. Bugün hafta Sayşembe. Bugün sizlerle sözdeydik hem leksiye hem muhakeme vatandaşım. Biz tüm günkü tapşırgan leksiyemiz de hazır Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden 11. ay içinde San Francisco şehrinde Asiya Tinch Okean İqtisadi Hamkorlik yig'iniga qatnashganda yig'in mezgilida Jungo'nun reis Xi Jinping bilan suhbatlashdi deb keldik. Shuningdek keyin tunigan aldirab degidek ikki parcha xabar yetib keldi ve aldirab degidek tayyorladik. Onun biri Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Janet Yellen xonimning yana bir qatim San Francisco şehrinde 11. ayının 9. 10. günleri Jungo'nun muavin devlet veziri Li Penghe bilan görüşüp soda ticaret doğrusida suhbat elib bardiganligini aytib o'tdik vatandaşlarım. Ondan keyin andın tuyuqsizli Washington'da açılgan atom yadro qurollarining meselesi Amerika Jungo o'ttirisida bu to'g'rida tahlilimizni ve fikrimizni vatandaşlarga yetkazdik. Tunigun andan qilib qolgan bir masala buning diqqat qilamiz. Masalan deymizki vatandaş yaqindan biri Avustraliyaning vaziri Anthony Albanese Jungo'ni ziyorat qildi. Tunigun reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. U çok yo'riq ko'rishdi vatandaş. Bu yerda birla qismat, birla taqdir siz biz uchun aytganda Uyg'urning jazo lagerini tunji qatim xabar qilgan Avstraliya davlatining vaziri Albanesening og'zidan bu qatim Beijingda ham Shanxayga tushdi. Shanxayda Beijingda ham kishilik huquq degan bir cümle tushib qoldi vatandaş. Bu endi Albanesening vazir Albanesening Jungo'ga tutgan pozitsiyasi deganingizda endi butkul g'arb dunyosining Jungo'ga qaratgan maydonda o'zgarish bo'ldimi degan savolni qo'yishga haqli bo'lasiz vatandaş. Bunun kaynidan masalan bu yıl 10. ayının 16. günüden başlaganda 11. ayının 3. günügacha yetib kelganda masalan qandaq bo'ldi? Jungo'ning 2 nafar yuqori darajalik amaldori, biri doimiy hay'at a'zosi, birisi Hanjin, yana birisi doimiy hay'at a'zosi, doimiy hay'at emas, Markaziy komitetining a'zosi Deng Xiaoshang qatorliq 2 nafar Jungo'ning yuqori darajalik amaldori, Germaniyaning 2 nafar yuqori darajalik şirket amaldorlari bilan ko'rishdi vatandaş. Biz tününkü leksiyamizde muhakeme dedik. Germaniyaning vaziri Scholz 11. ayının 3. günü Jungo'nun reisi Xi Jinping bilan ekran suhbati o'tkazdi dedik. Bu demek hazır Albanesening kaynidan Germaniya yoki Albanesedan avval Germaniya bo'shab turib Jungo'ga munosabat qilish qo'lini uzartishga boshladi. Biz dedik hech qanday xabar yo'q, matbuotlarda tuyuqsiz ekran suhbati Germaniya vaziri bilan reis Xi Jinping. Va hayron qoldigan ishlar. Masalan bu hozir g'arb lagerdagi masalan Uyg'urlar kishilik huquq qirg'inchilik meselesi tufayli Yevropa İttifaqı bilan Jungo o'tirisidagi mablag' solish kelishimi 19. yilmi 19-20 yil amaldan qoldirildi vatandaş. İmzalash oldi turgan kelishim imzolan kishilik huquq shu darajada ta'kidlandi degan gap.
Endi bugün G'arb dünyası muşundaq yumşap kelyaptydy. Jungo qandaq yumşap kelyaptydy dep tünügün sual koyduk. Uyg'uriston meselesinde yumşap kelyaptgan Jungo'nun meydanı neme? Uyg'uriston meselesinde yumşap kelyaptgan halkara cemiyetning meydanı neme dep sual koyduk, hörmetli vatandaş. Endi siz mana ma haberlarni avval anlamay bolmaydı. Bu ne? Bize sözlevesek, leksiya qilvesek, onun konkret mezmunu bolmasa tahlil bolmaydı o vatandaş. Din şöşan Xanjing iki qatam görüşüp mühim signal tarqatdı. Mavzulu haber 11. ayının 5. günü Wenbi torbiti ilan qilindi. Haber mundaq başlandı. Yaqindan beri Jungo siyasi büroning a'zosi Davlat Mahkamasining muavin vaziri Din Şöşan, Davlatning muavin raisi ve Jungo Markaziy komitetining daimiy a'zosi Xanjing ilgari keyin bo'lib, Germaniyaning 2 nafar yuqori darajali amaldori bilan ko'rishdi. Endi yana bir haber vatandaşım, Avustraliya vaziri başladık, Albanese, Beijing'de Reis Xi Jinping bilen görüşte tügüdü, başlayıp bulduk. Bu kişinin ağzında kişilik hukuk diyen söz düşüp kaldı, yok. Endi 3. haberimiz vatandaşım, şundaq deymiz. Guangdong ülkesi, buna ait qiziqarliq cuma, dikkat qilib turmuş, vaziyetlerge münasebetlik cuma. Guangdong ülkesi Birleşken Devletler Teşkilatı'na okşaş. Ülkeler birleşip özü başkuruş teşkilatı kuruşu çakırık kıldı. Bu teşkilat emelden kaldırıldı. Mavzulu haber 11. ayının 5. günü Erkin Asya Radyosu'nun Xitay tel programı ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Guangdong Fushan şehri Xalq İşlar İdaresi mundaq haber tarqatdı. Mundaq haber tarqatdı. Linnan Birleşken Devletler Teşkilatı'na taqlid qilib qurilgan teşkilat amaldan qoldirildi. Bu haber 10. ayının 16. günü tarqatildi. Bu teşkilat kanunsuz qurilgan, kanunsuz faaliyet qildigan teşkilat değildi. Linnan Birleşken Devletler Teşkilatı siyaqıga o'xshash qiyos qilib qurilgan bu teşkilat 2021 yılı 7. ayda qurilgan. Esingizda bo'lsin, 2021 yılı 3. ayda Alyaska suhbati. Bama esingiz keldimi? 2021 yılı 6. ayının 16. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden bilan Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning janva suhbati. Esingiz keldimi? Demek 6. ayının 16. günü Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putinning janva suhbati oxirlashdi. Bu teşkilat 7. ayda qurildi. Bu ülkelerge Birleşken Devletler siyaqada, Birleşken Devletlerge o'xshab teşkilat qurish deganning ma'nosini hozir bugun sizlarga qisqacha topshirimiz at o'rgan bu tafsiliy topshirimiz vatandaş bugün anlang vaqtni ciddi vaziyat shundaq ciddi. Bu teşkilatning ma'nosi Birleşken Devletler Teşkilatı tarafdan kelib devletler azabılıdır. Endi buni qiyos qilinganda nima deyildi desiniz? Ülkelerge qandaq hukuk beriş. Asası kanunu qandaq özgertiş. Asası kanun qandaq tuziliş gerek. Bu asası kanun, bu teşkilat davatkan asası kanun 1923 yılı. Jungo Kompartiyası kurulup 2 yıldan keyin 1923 yılı bu partiye Jungo'nun Kuomintang partiyası. Yani hükümet Junhua Mingo hükümeti. Junhua Mingo hükümetinin asası kanun yeziş grupsi. 1923 yılı 1. ayda ötküzülgen ülkelerinin hukuk meselesini muhakeme kıldı. Junhua Mingo asası kanunu da devlet hukuku ve yerlik hakimiyetle tüzümü hukuku Katarlık 2 mezmun 2 babda muhakeme kılındı. Çöndünüz mü?
yuqorqi vaziyatlarga birlashtirib kelib, G'arb dunyosining junga tutgan pozitsiyasi bu. Yumshashlarga birlashtirib, siz hozir Guangdu Fushan nahiyasida o'ttirg'i chiqqan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qiyos qilib bir tashkilot qurish. Buning ma'nosi davomini sizlar yetkazishdan buri aytib o'taylik. Buning ma'nosi o'lkalar darajalik huquq ma'muriyatni endilikda federatsiya darajalik huquqiy ma'muriyatga o'zgartirish. Amaliyotda federatsiya darajalik huquqiy ma'muriyat bilan o'lka darajalik ma'muriy birlikning hech qanday farqi yo'q. Faqat bu yerda o'lka degan so'zni federatsiya degan ishlatgan gap. Biroq mening da'vatqanim nimishqa mushu ahvol, mushu vaziyatda bu gap o'tirib chiqdi. 7-oy ekan bu. 2021-yil 7-oyda qurilibdi vatandosh. Shunaqmi ya? Esla Gomin Jinpo, Gomindan hukumat tarafidan 1923-yili asos qonunga kirgizgan ekan vatandosh. Bu yerda buning ma'nosini qisqacha aytsam, o'lka deganni federatsiyaga o'zgartirish degan gap. Tushundingizmi? Vaziyat shunday boshlandi. Mushu vaziyatga ulgurib 11-oyning 5-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtonda Uyg'urlar to'g'risida hujjatlik film Shovqin va So'ran Shimoliy Amerikada qo'llanishga boshladi. Qo'yilishga boshladi. Bu filmda hozir Xitoyning turmusida avtonomiyachi Ilhom To'xtining qizi yetayotgan avtonomiyachi Ilhom To'xtining qizi, yoki avtonomiyachi deganni men qo'shdim. Qizi Javhar Ilhom gavdandirildi. Bu filmde. Oynaldı 11-oyning 5-kuni. Hozir biz kutib turgan bir film bor edi. Buni radio o'zi xabar qilgan edi. Masalan, 12-oyning 8-kuni Washingtonda qo'yiladi. Ommaga, publikga qo'yiladi. Bu bizning jazo lageri to'g'risida. 5-dan o'tgan hikoyatlarni so'zlab turib tunji qatim Amerikada Davlat Majlisi kirgan qizimiz Gulmira Tursunning hikoyalari shuningdan jamlangan film, video film edi. Buni radio o'zi xabar qilib 11-oyning 12-oyning 8-kuni ekranda qo'yiladi Amerikada deyilgan. Uningdan burun tuyuqsizlar endi bu Shovqin So'ran degan video film ekranga chiqdi. Ya'ni bundaq aytganda avtonomiyachi Ilhom To'xti apandini hozir o'ttara ko'tarib chiqdi degan gap. Bo'lmasiz, Oygan xonim. Oygan xonim yo'qolib ketmang, juma bundaq vaqt sizga nayt yaxshi payt keldi hozir. Xoin bilan munofiqni ayiradigan payt hozir yetib keldi Oygan xonim, juma. Bu film o'ttirg'i chiqdi. Bu film nayt ijobiy. Masalan, Uyg'urlarni tatayotgan kuni Uyg'urlarning qirg'inchilik degan eg'iz qolmabdi, lekin tasviriy jumlaning hammasi Uyg'ur qirg'inchiligi. Endi Javhar xonimning so'zlagan so'zlari hammasi ijobiy gaplar vatandosh. Biz hozir olqib chiqamiz. Chunki dunyo hozir Uyg'urning kishilik huquq degan hukm sohasidan olqib chiqdi. Chunki Uyg'ur qirg'inchiligi degan hukm o'ttirg'i chiqdi vatandosh. Endi bu ishlar, bu hukmlar o'ttirg'i chiqib qolganda, ko'rdingiz yuqorida kelayotgan vaziyatni, shuningga yarasha hozir Uyg'urlarning siyosiy o'rni masalasi, siyosiy huquqi masalasi ham da gavdanishga boshladi. Kim buning vakil bo'lish kerak? Uyg'urlar hozir nima talab qilish kerak? O'zining og'zidagi niqob bilan portlayotgan mustaqillik bir yerda qilib, hamda avtonomiya talab qilish kerak buni. Yomon eg'ir, vaziyat intayin eg'ir vatandoshlar. Mushunda keldi deyli, bunu da biz aldırab hüküm qilmayli hozir. Bunaqa bir nima demek tez. Biroq Uyg'urlar o'tirishki jamoat fikri, Uyg'urlar o'tirishki fikr talash tortishlari bunga endi diqqat qiladigan vaqt keldi vatandosh. Chunki bu nihoyat sezgir vaqt o'tirg'i chiqyapti. Attiganlik prezident Joe Biden bilan rais Xi Jinping San Fransiskoda ko'rishdi vatandosh. Nihoyat sezgir vaqtda o'tirg'i chiqyapti bu gaplar. Tushundingizmi? Undan keyin yana bir xabar nima deydi? Turkiya Dimo İlham To'xti Nobel tinchlik mukofoti nomzodligi ko'rish chaqiriq faoliyati boshlandi.
Muhbir Erkin Tarım. Bu haber 11. ayının 6. günü Erkin Asya Radyosu Uygur bölümünde anlatıldı. Haber bundak başlandı. İlham Tohtu'nu kollaş gruppisi. Bu gruppun ihtimal men Germaniyanın München şehri turistli Xitay elçixanası kurup çıkan gruppa dep eğitimen vatandaş. Şuna guman kılımen. Hazır bu kişinin, bu teşkilatın başlığı Enver degen kişi iken, bu Enver degen kişini men taz tanıp ketmeyim. Anlaşımçı bu adam özü Uygur emas qaraganda. Şuna men bu adamga Uygurlarning ışığı azraq arlışayın demekçi men vatandaşım. Uygurlarning ışığı azraq arlışın nazik demle, nazik daqiqalarda qanda rol oynashning mo'yin buldi qaldi qiras. Lekin chet elda nurg'un Uygurlar faoliyat qilib o'tadi. Uygurning ishiga efendim azraq arlışın. Bu qatim sizni Turkiyaga Münxenda konsulxona, Xitoy konsulxonasi avatdimi? Mushni qilsan deb. Mesela bu taraflarda kişini püttürüp bulup, uğurlaştırıp bulup sizni Türkiye'ye avatdimi? Bu yerda gap qaysi mukofot, qanday mukofot elish masalasi emas. Enver efendi, qanday siyosatga ve qanday muddaoga vakillik qilish masalasi Enver efendi. Tushundingizmi? Biz bu yerga kirib 26 yildan beri davlatimizda asli keltirimiz qurilgan davlatimizni dedik Erkin efendi, Enver efendi. Siz qaysi koyda avtonomiyani koydimi kimsiz? Anda nima Sakharov mukofotini shundaq. Sakharov mukofotini bergan kishi Germaniyaning sobiq vaziri Angela Merkel kommunist. Sharqiy Germaniyalik. Agar u mukofotni bermasa, Germaniyaning iqtisodini Xitoyga 99% bog'lab qo'ygan Angela Merkel bu mukofotni avtonomchi odamga bermasa, onun Benz maşinesi, onun Audi maşinesi, onun Ürümçideki nima Volkswagen maşinesi kiremeydi Xitayning bozoriga. Enver efendi şuna mukofotni İlham Tohtu'ga bergan. Avtonom deganligi uchun yoki boshda aytilgandek bu kishi radikal emas deyilganligi uchun şununla berilgen mukofot. Bu mukofotdan bir şey fikrimiz yok. Kollayımız. Her bir Uygur'a mukofot versin deb. Ben tüngün sözde vatamam var. Birisi, lekin nemi siyasi meydana vekillik kılırsan? Gepmeyedi. Qanday siyasi meydana vekillik kılırsan degen gep. Hazır vaziyet müşekkeldi vatandaşım. Uygur'un ahvalidan aytganda siz biz ta'kidlayotgan davlatimizni asliga keltirimiz. Biz davlat qurgan millat edik. Başka devletler Katar'da itiraf kılınışı gerek. Bu tarih qaytadan başlanışı gerek. Biz Uyguristan devletini Uyguristan namıda qaytadan asli keltirimiz. Devletimiz şundaq baktı bu vaziyet oturga çıkkanda bir iki ağız gep qilib qo'yishga to'g'ri keldi. Bu taqtuluq emas. Hammadan qizig'i meyada nimadan hozir Birleşken Devletler Teşkilatı'ga o'xshatib turib teşkilat qurish yoki davlat qurish asosiy qonunni tuzash. Bu Gomindağ'ın 1923 yılındaki asosiy qonun loyihasini hozir Jungo Kompartiyasi ko'tarib chiqdi bu teşkilat 2021 yil 7 ayda qurildi. Ana bununla yarasha hozir Mashinroy gubernator Mashinroy Şinjan Uygur Abdunum rayonida nima ish qilyapti? Qarang, hozir Uygurning muqomlari, Uygurning san'ati, Uygurning naqshi muzikasi, Uygurning usul san'ati. Hozir buni iliqi bu tashviqot ministri nima? Şinjanhuadiga hadab Uygurning madaniyati hujum qilib, Uygurlar kiyayotgan kiyim-kechaklarni o'zgartib, sahnalarni o'zgartib, sahnadagi Uygur usullarining o'rniga u bulundan bu bulunga, bu bulundan o bulunga nimishqa sakraydigan sakraguvchilarning atalmış usul madaniyatini sahnaga ko'tarib chiqib, hozir Mashinroy madaniyat sohasida avval yo'qchi naqshi muzika, muqam mushu sohaga elib kirayotgan bir paytda Antunigillatiyan yana bir video film yetib keldi vatandaş. Ko'rib ketgan Qashqarni. Buni o'yiniga asosliq artist emas, Tursunqul Qodir. Uyg'ur naqshisi Qashqar. Bu qachon
Çislaniyiz olmam tümang tünügün devrine tünügün geldi bu yengdiler. Tünügün YouTube'a koyuldu. Maşınrı hazır körüp ketken Kaşgar deydigen bilen nimege tayyorlik kılıp o vatandaş. Birinci sandaki federatsiyalaştırış, ülkedercilik hukuk. İkinci sandaki avtonomiya talep kılış, vekillik hukuk. Ve şundakla hazır halkara cemiyeti 101 vatkan zor özgürüş. Germaniya, Avustralya'nın cüngü kıratkan meydandık özgürüş. Amerika Koşmuş Ştatlar tekundaq meydanı kösetmedi, Xuda saklısın. Prezident Joe Biden vədisi de turudu dep işinimiz, mutlak işinimiz 2021 yıl 3. ayının 18. günü Alyaska söhbeti Uyguristan, Hong Kong, Tayvan cüngünün içki işlemez. Bu prensip, bu kanun, bu tarih, bu siyasi hukuk, bu sövrün hukuk, bu bir milletin hukuku. Prezident Joe Biden hükümetinin ağzıdan şundak çıkan iken biz bunun kat'i işinimiz şungucu boğan arlıkta endi bu elike başta koyulgan mavzu kat çıraylı koyuluptu Şavkın Sören. Muşu Şavkın Sören içeri yaşavatkan Uygurlar biz özümüzün yolunu tapımız. Bu yol milletinin hayatlık yoludur. Uygur milletinin hayatlık yoludur. Tiriklik yoludur. Mevcutluk yoludur. Uygur milletinin savren hukukudur. Bugün yana aldırıp kaldım bu tuluk söyleyemeden dikkat yani ki devamlaştırımız bunu vatandaşlık geçirin onu.